Bugungi kunda ijtimoiy innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot va yoshlar faolligini kuchaytirish barqaror taraqqiyotning muhim tayanchlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu munosabat bilan Yoshlar ishlari agentligi, Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda Yoshlar muammolarini o'rganish instituti bilan hamkorlikda ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Dastlab shu haqida. Jamiyat hayotining turli jabhalarida yoshlarga xos yangicha fikrlash, tashabbuskorlik va ilmiy g'oyalarni qo'llab-quvvatlash dolzarb. Talabalar festivali doirasida bo'lib o'tgan yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasida respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan talabalar, professor-o'qituvchilar, davlat idoralari, nodavlat tashkilotlar va yoshlarga oid masalalarni o'rganayotgan tahlilchi mutaxassislar ishtirok etdi. Bu ilmiy konferensiyaga yurtimiz bo'ylab 1700 nafardan ziyod talabalar shu ishtirok etishni istab ariza topshirdilar. Mazkur arizalarda ichidan biz 400 nafar eng yaxshi talabalarni maqolalarini tanlab oldik hamda mazkur konferensiyaga taklif etdik. Maqolalar tanlab olingan talabalar barchalarining maqolalari alohida ilmiy to'plamda chop etiladi hamda respublikaning oliy ta'lim tashkilotlariga, muassasalariga tarqatiladi. Tadbirning asosiy maqsadi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari doirasida innovatsion, ijtimoiy va raqamli tashabbuslarni targ'ib qilish, yosh olimlar va tadqiqotchilar o'rtasida o'zaro bilim va tajriba almashinuvini yo'lga qo'yishdan iborat. Hozirgi kunga qadar bir necha maqolalarim turli xil ilmiy jurnallarga chop etildi. Masalan, bulardan biri o'sha Aleksandrning Gavgamela jangi haqidagi maqolam bo'lib, bu maqola hali o'zbek tilida yozilmagan. Bir maqsadim bor, Google'dagi o'sha Wikipedia saytiga o'sha o'zimning maqolamni Gavgamela jangini yoritilish sifatida qo'shish niyatim bor. Bu ilmiy konferensiyalar o'sha yanada maqolalarni ko'proq yozishga, ilmiy ishlarni ustida juda ham qattiq ishlashga yordam beradigan ilmiy konferensiya bo'lib xizmat qildi. Ilmiy anjumanda yoshlarga oid siyosatni shakllantirishda ilmiy asosga tayanish zarurligi, ilmiy izlanishlar va startaplar orqali barqaror rivojlanishga hissa qo'shish, shuningdek yoshlar tomonidan ilgari surilayotgan g'oya va tashabbuslarni amalga oshirish mexanizmlarini kuchaytirish muhimligi alohida ta'kidlandi.